Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Demak, bugun bu video darslar davomida biz sizlar bilan anatomiya imtihoni mavzularini birin-ketin ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Demak, bugungi birinchi darsda biz ko'rib o'tishimiz kerak bo'lgan mavzu bu birinchi dars bo'lgani uchun albatta umurtqa. Umurtqalarning anatomik tuzilishi, o'ziga xos xususiyatlari haqida bo'ladi va bunda iloji boricha barcha umurtqalarni ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Bunda alohida bir mavzu berilmaganligi uchun umumiy gapirib ketaveramiz. Bunda o'zicha kirib ketishi mumkin bo'yin umurtqalarining ikkinchisi. Bundan tashqari dumg'aza, dum suyaklari haqida ham gapirib o'tishimiz mumkin. Gapirib o'tishga harakat qilamiz. Va bunda aynan umurtqalarning anatomik tuzilishi deb bergan mavzu, lekin biz umurtqani umumiy gapirish bilan birgalikda har bir qismlarini alohida ham ko'rib o'tishimiz kerak. Chunki bu umurtqalarning anatomik tuzilishi, ya'ni birinchi savol kimga tushishidan qat'iy nazar, bunda o'sha imtihon oluvchi hamma qismdan alohida berib o'tishi mumkin. Bu ehtimol. Shuning uchun iloji boricha har birini ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Demak, birinchi navbatda biz umurtqa, ya'ni vertebra yoki bu umurtqa degani. Endi bunga kolumnani qo'shib qo'ysak, columna vertebralis desak, umurtqa pog'onasi bo'ladi. Lotin tilida bilamiz, so'zlar, o'zbek tilidagi so'zlar teskarisidan tarjima qilib boriladi. Bunga alohida e'tibor berish kerak, chunki klinik terminologiya haqida ma'lumot bo'lgan taqdirda ham baribir любой o'zbekcha so'z bersa ham siz uni teskarisidan tarjima qilib lotin tiliga o'girishingiz mumkin bo'ladi. Endi bilib bo'lmaydi, qanaqa savol beriladi. Xo'p, umuman olganda lotin tili haqida uncha to'xtalib o'tmayman, chunki lotin tili hamma biladi deyarli. Endi biz lotin tilini faqatgina men e'tibor berib turasizlar, o'qilishini yozib ketaman, yozilishi shart emas. O'qilishini yozsam o'sha esda qoladi. Chunki aynan hammani qiynaydigan narsa bu talaffuzi. Shuning uchun iloji boricha talaffuzini yozib ketaman. Shuni o'qib ketasizlar. Xo'p, demak, birinchisi umurtqa haqida umumiy ma'lumotga keladigan bo'lsak, umurtqalar odam uchun vazifalariga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda tayanch. Asosiy vazifasi bu tayanch. Odam uchun, tana uchun tayanch vazifasini bajaradi bu bir. Ikkinchi navbatda ma'lum bir muskullar uchun ham qandaydir tayanch vazifasini bajaradi. Muskullar uchun, tana uchun va muskul uchun tayanch vazifasini bajarar ekan. Umurtqaning asosiy vazifasi shu. Va endi keyingi narsa bu umurtqalarda demak tuzilishi va ahamiyati. Endi dedik tayanch vazifasi. Endi tuzilishga keladigan bo'lsak, umurtqalar 34 ta umurtqa suyagidan tashkil topgan o'z vertebra va bular o'z navbatida nechiga 7 ta qismga bo'linadi. Bu haqida bitta ma'lumotimiz bor. Mana demak, o'z navbatida 5 ta qismga bo'linadi. Bo'yin qismi, bo'yin ya'ni servikal qism. Shuni keling yozaylik. Xo'p. Demak, birinchisi pars cervicalis, pars thoracica, pars lumbalis, os sacrum yoki keling shuni pars deb qo'yaylik. Pars sacralis va nihoyat pars coxigea. Demak, pars bizda qism degani bevosita 5 ta qismga bo'lib oldik. Cervicalis bu bo'yin qismi, thoracica ko'krak qismi, lumbalis bel qismi, sacralis dumg'aza qism, coxigea dum qismiga bo'linar ekan. Va demak, bular haqida ko'rib oldik. Endi demak qismlarini ko'rdik. Xo'p, endi har bir qismlarni alohida to'xtalishdan oldin fiziologik egriliklar bor. Demak, shularni ko'rib o'taylik. Fiziologik egriliklar, ya'ni bola yurishni boshlagandan boshlab umurtqada demak normal egriliklar hosil bo'lish jarayoni. Demak, dastlab bola tug'ilganda umurtqa pog'oni deyarli tekis bo'ladi, lekin u keyinchalik boshini tutish, o'tirish, yurish, emgalashni boshlaganda fiziologik egriliklar hosil bo'ladi va bu egriliklar o'z navbatida tana uchun o'zgacha tayanch, ya'ni amortizatsiya deyilgan tayanchma qilish shunaqa funksiyaga moslashadi. Va bu albatta kerak. Tekis bo'lganda qomat qandaydir yurishga noqulay bo'ladi. Shuning uchun bizda fiziologik egriliklar bo'ladi. Va bu demak bo'yinda oldinga, bel qismida ham oldinga, ko'krak hamda dumg'aza dum sohasida orqaga egriliklar bo'ladi. Bu fiziologik normal egriliklar hisoblanadi. Ular haqida ma'lumotlar bor, albatta. Ko'p to'xtalib o'tmaymiz. Endi uzunliklari. Fiziologik uzunliklariga keladigan bo'lsak, umurtqa pog'onasi aytib o'tdik, 33-34 ta umurtqa suyakdan tashkil topgan va bizda o'rtacha erkaklarda uzunligi endi har xil manbalarda turlicha bo'ladi va bu ham o'z navbatida
odam turiga qarab, ya'ni brahimorf bo'ladimi, mezomorf bo'ladimi yoki shu ektomorf turda bo'ladimi, shularni har birida alohida bo'ladi albatta. Masalan, biz o'rtacha deylik 70-75 atrofida bo'lsa erkaklarda, 70-75 atrofida bo'ladigan bo'lsa, bu narsa mezomorf tur uchun aytib o'tiladi, ko'rsatiladi. Lekin mezomorf tur uchun 70-75 norma bo'ladigan bo'lsa, bizda brahimorf turlar uchun, ya'ni bo'yi past, semiz odamlar nazarda tutiladi brahimorfda. Va bularda 70 dan ham kam bo'ladi, 70 dan kam bo'ladi. Aksincha ektomorf turlarda esa bizda 75 dan ham oshiq bo'lishi mumkin umurtqani uzunligi. Ayollarda bo'lsa biroz kaltaroq aytib ko'rasizlar, chunki ayollarda doim ko'p narsa o'sha razmeri qisqaroq ko'rsatiladi. Masalan, ayollarda o'rtacha 70 deb bersak bo'laveradi. Endi turli manbalarga asoslanib aytilyapti bu. Ya'ni masalan, bir manbada 70, 73, 75 bo'lsa, boshqasida 70, 74 va hokazo berilishi mumkin. Shunga ko'ra, demak, bu haqida unaqa muammo bo'lmaydi. Xudo xohlasa bu unaqa muammo qilinadigan narsa emas. Mezomorf uchun shuni aytib o'tsak bo'laveradi. Demak, uzunliklari shu. Xo'p, endi har bir qism uchun alohida to'xtaladigan bo'lsak, bizda xo'p, demak, bizda bo'yin qismi, pars cervicalis 7 ta bo'yin umurtqasini tashkil topgan. Ko'krakda esa ko'krakda bizda 12 ta. Bularda belgilanishi ko'pincha C1, C2 bu belgilashlar bizda radiologiyada kerak bo'ladi. Aynan o'sha radiologik tekshiruvlarda, masalan, rentgen, MRT, shularda bizda suyak ajratish uchun qisqa nomlardan foydalaniladi. Bu ya'ni cervicaldan C ni oladida, C bu cervical deb aytadi. 1 dan 7 gacha shunday tarzda belgilanadi. Demak, 7 ta. Ko'krakda esa toransika bo'lgani uchun bizda T harfi olinadi. Lekin ko'p ba'zi manbalarda bu ikkinchi harfdan oladi, TH1, TH12. Demak, 12 ta umurtqa bor. Xo'p, keyingisi demak lumbalis L. O'z navbatida buni ajratib olish qiyin emas. Pars lumbalisda demak L1, L5 5 dona umurtqa suyagi bo'ladi. Va bizda sakrum bilan ko'ksigi bu endi dum qismlari bizda biroz boshqacharoq, atipik tuzilgan hisoblanadi va bular haqida alohida to'xtalib o'tamiz. Buni nimaga qachon vertebra deyiladi, qachon os, ya'ni suyak, yaxlit suyak tarzida ifodalanadi. Bular haqida batafsil gaplashamiz va bu ham sakrum bo'lganligi uchun S1, S5. Ya'ni 5 ta bo'ladi bunda ham. Lekin dum qismida bizda ba'zi bir manbalarda bittadan 3 tagacha beradi. Ba'zi bir nimalarda 5 ta ham berishi mumkin. Lekin 5 ta bo'lmaydi. Ko'p hollarda 2 ta, 3 ta umurtqa bo'ladi. 2 ta, 3 ta, boring 4 ta bo'ladi. Lekin 5 ta, bu 5 ta bo'lishi qiyin. Kamdan kam holatda uchraydi. Bu ham o'z navbatida dum suyagiga o'xshaganroq bo'ladi. Xo'p, endi biz gaplashishimiz kerak bo'lgan narsa aynan har biriga alohida to'xtalib endi ko'rib o'tamiz mayli. Keling, demak, bo'yin umurtqalari haqida biz umumiy ma'lumot olaylik. Demak, bo'yin umurtqalari oldin bo'yin umurtqalariga to'xtalishdan oldin bitta narsani ko'rib o'tish kerak. Umurtqalarning umumiy tuzilishi. Umumiy tuzilish deganda bu umumiy tuzilish. Biz umurtqa deganda ko'z oldimizga kelishi kerak bo'lgan narsalar nazarda tutiladi. Va bular nima? Birinchi navbatda korpus, ya'ni tana qismi. Ikkinchisi bizda deylik arkus, yoy yoki ravoq. Ya'ni har bir nimada turlicha beriladi. Ya'ni ravoq deb ham beriladi. Ba'zi bir ustozlar ravoq deb tushuntiradi, ba'zi birlar yoy deb. Lekin ikkalasi ham to'g'ri. Bilib qo'yish maqsadga muvofiq. Ana uchinchi qismi bu protsessuslar, ya'ni o'siqlar, o'simtalar demak sonini ham soni shart emas. Protsessuslar soni kerak bizga. Protsessuslar demak bo'linadi. Birinchisi protsessus spinalis. Spina degani o'tkir degani bizda aynan o'tkir o'siq bitta bo'ladi, yagona. Ikkinchisi demak transversus, protsessus transversus. Bu demak ikki tomonda bo'lganligi uchun, ikkala tomonda bo'lganligi uchun ikkita hisoblanadi. Va bizda protsessus articularislar bor. Ya'ni bo'g'im o'siqlar articularis. Chunki bilamiz umurtqalar bir-birining ustiga minadi. Ya'ni shu bir-birining ustiga minganda bizda ma'lum bir bo'g'imlar hosil bo'ladi. Va shular uchun xizmat qiladi aynan articularis, protsessus articularis. Bular ham o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Superior, inferior. Superior ham ikkita, inferior ham ikkita. Va jami bizda bo'ladi 4, 6, 7. Demak, bizda o'siqlar jami 7 ta, bitta umurtqada 7 ta o'siq bo'ladi. Bu umumiy tuzilish. Va dum suyagida biroz farqli ravishda yana ikkita o'siq qo'shilib qoladi. Bu haqida dum suyagiga yetganda to'xtalamiz. Bel suyagiga yetganda to'xtalamiz. Bel suyagida o'sha ikkita alohida yana kichkina o'siqchalari bor. Bular haqida gaplashib o'tamiz. Demak, asosiy narsa shu. Endi bular rasmi qanday bo'ladi? Endi imtihon payti rasm gapiradida, rasm chizganda ko'p narsa, ya'ni ochko bo'ladi. Ko'pincha shuni inobatga olib qo'yish kerak bizda. Mana bu bizda demak umurtqani umumiy tuzilishi. Bu bizda korpus, ya'ni boya aytganimizdek umurtqani tanasi. Bu asosan demak
kalta qovak suyak hisoblanadi va tarkibida o'sha ko'mik qismi bor. Ko'mik qovak bo'ladi tarkibi demak. Undan keyin ko'rdingmi mana arkus qism. Arkus qismida ham e'tibor berishlaring kerak bo'lgan ikkita qismi bor. Bu demak mana bu tanadan, ya'ni korpusdan ko'ndalang o'siqqacha bo'lgan qismi va ko'ndalang o'siqdan o'tkir o'siqqacha bo'lgan qismi farqlanadi. Buni ham demak birinchi qismi, ya'ni korpusdan ko'ndalang o'siqqacha bo'lgan qism bizda pedunculus deyiladi. Pedunculus, ya'ni oyoqcha. Pedunculi arcus vertebra. Bunday qilib aytganda. Ya'ni umurtqa ravog'ining oyoqchasi ikkita bo'ladi, ikki tomonda va buni bu qismi demak lamina arcus bo'ladi. Pedunculi arcus, lamina arcus. Lamina degani plastinka. Ravoq plastinkasi. Yoy plastinkasi. Bu ko'rinishi ham haqiqatda yondan yon qismdan, oldingi orqa qismdan ko'radigan bo'lsangiz, xuddi plastinkaga o'xshash turadi. Shuning uchun umurtqa ravog'ining plastinkasi deyiladi, lamina arcus. Xo'p, demak, umurtqa ravog'i haqida ma'lumotlar shu. Endi bizda o'siqlar. Demak, mana bu processus transversus. Bu ham. Bu esa processus spinalis. Demak, umurtqani umumiy ko'rinishi shu. Bizda tana, arkus, ya'ni ravog' hamda o'simtalar farqlanadi xolos. Bizda bo'g'im o'siqlari esa mana bizda tanadan chiqadi. Mana arkusni yon qismidan chiqadi. Bu bizda shu yon tomondan ko'rganimizda ko'rinadi bu. Yon tomondan ko'rganimizda bu bizga ko'rinadi. Aynan bo'g'im o'siqlari. Xo'p, endi